Imtihonda yangi qo'shilgan savollardan bittasini sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Savolga qaraymiz. Qaysi belgida qayrilishga ruxsat beriladi deyapti. Qaysi birida orqaga qaytib ketish mumkin? Demak, orqaga qaytib ketishga ruxsat beradigan belgi qaysi demoqchi? A varianti belgimiz chapga burilishni taqiqlaydi, qayrilib olishga bo'lsa ruxsat beradi. Ya'ni qayrilib olishni, orqaga qaytib ketishni taqiqlamaydi. Demak, savolga A variant to'g'ri kelar ekan. Endi ikkinchisi B varianti esa bir tomonlama yo'l, o'ngdan chapga qarab siz yo'lingizni kesib o'tganini ko'rsatadi, lekin bu ham orqaga qayrilib olishni taqiqlamaydi. Demak, B variantiga ham ruxsat beradi. Orqaga qaytib ketishga. C varianti esa bir tomonlama yo'l, chapdan o'ngga siz yo'lingizni kesib o'tganini ko'rsatadi. Yo'nalishli avtobuslarning bo'ligi borligini ham bizga shu haqida axborotni beradi. Lekin bu ham orqaga qaytib ketishni, qayrilib olishni taqiqlamaydi. Demak, savolda qaysi belgida qayrilishga ruxsat beriladi desa, hammasi qayrilib olishga ruxsat beradi deymiz. Hech qaysi biri orqaga qayrilib olishni taqiqlamas ekan. Demak, uchalasini tanlaymiz. A, B, C variantlari to'g'ri javob bo'lar ekan. Demak, ana shu savolimizga. Mana sizlar bilan imtihonda yangi qo'shilgan savolni ham ko'rib chiqdik. Bu videoni imtihon topshirmoqchi bo'lgan yaqin do'stingizga yuborib qo'yinglar.